Seni 2,5 mingta qo'shining meni qo'shinimga bas kela olmaydi. Men seni 2,5 mingta qo'shiningni qirib tashlayman. Tayyormisan? Tayyorman. Yo'q! Sen aralashma. Jangga! Barat, oilamni o'z nikohingga ol. Men o'lyapman. Mayli, yur. Sigir sog'asan. Yo'q! Badag'ay! Stop! Stop! Молодцы, bollar. Gap yo'q, все четко, все super, все bomba. Bilasanlar, bu serial bilan hali butun dunyoga chiqamiz. Gollivud bilan Bollivud rejissyorlari bu serialimizni ko'rib hurra yotaveradi. Faqat bitta dona muammo bor. Xo'sh. Наконец bizga reklama chiqdi. Zo'ru, Mana shu reklamani shunday serialga qo'shib ketishimiz kerak, bollar. Hop. Bu sanga Andijon noslari. Bu sanga Teshavay paypoqlari. Anlaysiz? Hurmatli rejissor, bitta savol ana. Bu tarixiy serial bo'lsa, Tak. men sarkarda bo'lsam, Andijon noslari ne совпадает, что ли? Mana qarang, rejissor. Bu Saru Naski bo'lsa, Timboli kalta paypoq ekan. 14-asrda kim paypoq taqqan? Tak, stop. Gonorar kerakmi? Kerak gonorar. Unda davay o'ynalaring. Aka, menga bitta rol bering. Yo, zo'r o'ynab bering. Qo'shiq hozir emas. Motor. Bu hafta to'yim yo'q edi. Bo'lmasa umuman o'ynamasdim. Mayli, teatr ro'yli ekanmi, o'yna. Seni 2,5 mingta qo'shining meni qo'shinimga bas kela olmaydi. Men seni 2,5 mingta qo'shiningni qirib tashlayman. Dandon sopli pichog'imni ber. Qanaqa sopli? Dandon sopli. Men seni yengaman, chunki menda Andijon noslari bor. Andijon noslarini chekasan, Dubayga o'chasan. Andijon noslari senga bugun foyda bermaydi. Chunki menda Teshavay paypoqlari bor. Teshavay paypoqlari teshilmaydi, hidi chiqmaydi. Shu paypoq bilan seni o'ldiraman. Paypoq bilan qanday o'ldirasan? Hidi bilan. Tayyormisan? Tayyorman. Yo'q! Kechasi ham yo'q deding. Men bo'lmasam uni kechasi qatl qilgan bo'lardim. Dunyoga ko'zimga ko'rinma sharmanda. Jangga! Barat, oilamni o'z nikohingga ol. Men o'lyapman. Sen marjancha ekansan. Yur! Yo'q! Yo'q! Badag'ay! Stop. Kishlaring. Oh, bollar. Men xursandman. Men soqqani tagida qoldim. Nima tagida? Soqqani tagida, chunki bizda yana reklama bor. Kinoyimiz vobshe kuchayib ketdi. Mana, bu sanga qora suv kir sovuni. Qizi, bu sanga drop dorisi. Yana bitta sponsori Dodas chiqdi. Kiyimim yarashibdimi? Zo'r. Sizlarni gul qog'ozlari. Mana shunaqa kiyim qilib berish. Shuning uchun sen endi mana qizingni Bodog'oy deb emas, Suzana deb chaqirasan, tushundingmi? Mana qarang. Ha. Mana shu sizdagi o'xshagan bir tiyga qimmat rejissyorlar deb o'zbek kinosi o'ldi. Voy. Qanaqa odamsiz? Kallingiz bormi? Tarixiy serial bo'lsa, mana bitta sarkarda askarlar bilan Andijon nosida chekib, sovunni ko'pirtirib nima qilamiz biz bu? Stop. Gonorar kerakmi? Kerak. Unda davay o'ynalaring. Aka, menga bitta rol bering. Yo, zo'r qilib bering. Hozir emas, qoching. Motor. O'zimizni-chi xuddi qotildek his qilyapman. Nimaga? Hozirgina o'zbek kinosini o'ldirdik. Bizdan kattalar ham o'ldiryapti-yu. Seni 2,5 mingta qo'shiningni qirib tashlayman. Men seni 2,5 mingta qo'shiningni chochib tashlayman. Qilichingizni yalang'ochlang. Faqat qilichingizni. Aha, men seni yengaman. Chunki menda Teshavay paypoqlari bor. Teshavay paypoqlari teshilmaydi, hidi chiqmaydi. Mahsulot sertifikatlanmasi.
Men seni yengaman, chunki menda Anjan noslari bor. Anjan noslarini otasan. Kayib qilib yotasan. Tayyormisan? Tayyorman. Yo'q! Xo'p, aralashmayman. Yo'q! Janya! Nima bo'ldi? Anjan nosi, tepdi. Tiq, tez. Bunaqasiga tur g'alati bo'lyapti. Tiq. To'xta. Ular o'lish kerak. Chiqar. Qon. Axir kiyimim dog' bo'ldi-ku. Xavotir olma. Chunki menda qora suv kirsovuni bor. Qora suv kirsovunlari har qanday dog'ni ketkazadi. Mazam bo'lmayapti. Nimadir dori ber. Mana buni sepib ol. Fiching. Drop dorilari sifatli va foydali. Barat oilamni o'z nikohingga ol. Mayli, yur. Cho'chqa sog'asan. Yo'q! Suzana! Gul qog'ozlari! Eng dahshati! Stop! Böyle. Mana nervim chiqyapti. Ahmoq, sen nima? Men bu dorini burningga sepding hozir. Aka uni xatga sepish kerak edi. Bu burunga emas, tomoqqa sepiladi. Aka o'shani burunga sepib uni kayib qolma. Oxirgi paytda shu sanga o'xshagan qatga sepish bilmay yurganlar ko'payib ketdi, yoshlar bizilib ketyapti. San вообще pomading, dabdala, musor, puflo. Qizi lekin senga gap yo'q. Men qaralaring, reklama shikilab mashinadan olib bo'lyapti. Telefon qilib yondirib tashlayapti, normal reklama qilib berlaring. Yo'q, qilyapmiz, bundan ortiq bandga chiqib teshayotgan naskisini yo'maymiz, ko'pirtirib. Men qara reklamani qilib bo'lmaydi. Например, san. Axir kiyimim dog' bo'ldi emas. Ko'rsat. Eyvoh! Axir kiyimim dog' bo'ldi-ku. Shu payt qarshisidan san chiqib kelasan. Xavotir olma. Axir menda qora suv kirsovuni bor. Tushunarlimi? Lekin baribir xursandman chunki bizda yana reklama bor. San qilishing tasha. Tashadim. Bu sanga toza qir britvalari. Endi nima? Tarixiy kino bo'lsa mo'ylovim olaman? Dadangga tarix o'rgatma. Qizi, men bu pampers sanga. Men katta qizman-ku. Yo'q. Kakaku pamperslari buni ham reklama qilish kerak. San qilishingni tasha. Davna tashaganman. Bu esa sanga Mahpira tapa ketchuplari. Voy. Qarang. Вообще dabdalasini chiqardingiz. Qanaqa o'ldiraman buni ketchup bilan. Вот именно. Tasavvur qil. Kinoni kulminatsion nuqtasi. Jangni avj pallasi. Raqibing qarshingda. Sen tomonga yaqinlashib kelyapti, vojdod. Shu payt sen uni ko'ksiga Mahpira tapa ketchuplarini sanchib o'ldirasan. Mana shu joyda butun zal xo'ng yig'lab panoramadan chiqib ketadi. Yaxshi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Uzr, ta'sirlanib ketdim. Voy ey. Grimyor qani? Tellabsan. Rahmat. Tellabsan. Mayli. Menga to'g'ri kelmaydi. Men teatrda Qancha g'alati pampers reklama qilmaymiz, aka, o'ylabsizmi? Stop! Gonorar kerakmi? Voy, jonlarim yoddan bilishadi. Так что gonorar kerak bo'lsa, davay o'ynalaring. Aka menga bitta rol bering. Zo'r qilib beraman. Pashol nahotki tushunmaysiz. Nahotki yodidimi? Pashol. Nima qildiki? Motor. Qarang, mana shu oxirgi kino. Bundan keyin kinoga tushmayman. Tamom. O'zi shu kinodan keyin seni hech kim kinoga ham chaqirmaydi. Nima qilamiz? O'yinni bo'rttirib tashlaylik. Ko'pirtirib o'yna. Bo'l, ko'pirtirib tashlaylik. Seni 2,5 mingta qo'shiningni yenilab tashlayman.
sal boshqacharoq o'ynayman, xo'p? Men seni 2,5 mingta qo'shiningni mamatalog'ini chiqarib tashlayman. Men seni yengaman, chunki menda Anjanda injiq noslari bor. Anjalinglar bormi? Ey, qizlarga gap otgandan ko'ra og'zingga nos ot yaramas. Anjon nosi senga bugun foyda bermaydi. Chunki menda Tishovoy paypoqlari bor. Tishovoy paypoqlari tishilmaydi, hidi chiqmaydi. Mahsuloti gap qoling, olib qoling mana paypoqlardan. Ey! Teshik paypoq. Balkim jang qilarsan. Men sen bilan jang qilishdan oldin men tayyorlanib olishim kerak. Tayyormisan? Tayyorman. Urshili 8 to'yim bor. Davay! Janga! Qon! Doy. Ey voh! Axir kiyimim dog' bo'ldi-ku. Yo ota! Yo ona! Mana bu yerim og'riyapti. Ay, men o'laman. Xavotir olma. Chunki menda qora suv kirsovuni bor. Qora suv kirsovunlari har qanday dog'ni ketkazadi. Bo'ydoqlar qanisizlar. Mazam bo'lmayapti, unda ber tez. Mana drop dorilar sifatli va foydali. Va parvozli. Barat, oilamni o'z nikohingga ol. Bolangiz yig'layaptimi? Demak unda bir tiyinga qimmat kakaku pamperslari bor. Kakaku pamperslari chayqab ishlataverasizlar. Biz oilamiz bilan kakakuni tanladik. Kakaku. Barat, Yur, pishak sog'asan. Suzanne! Gul qog'ozlari eng dahshati. Yig'lama bo'ldi. Avela. Wow! Bular kanu. Hey! Mayli keyin. Men qarang. Hamma yoni kakaku qo'yardingiz, Kino emas, reklama bo'lib ketdi bu. Gonorarim bering, ketaman men bo'ldi. To'xtalaring, kinoni oxirgi sahnasi va bitta dona reklama qoldi. Shuni shundoq qo'shib yuborsak bo'ldi. Mana. Evli, qanaqa odamsan? Insofing bormi, vijdoning bormi? Mikrofoning ham ishlamaydi. O'zbek kinosini o'ylaysanmi? Taqdirni o'ylaysanmi? Vijdonsiz. Qara, voy. Kimsan sen o'zi? Kim isming bormi? Qanaqa rejissyorsan? Man veliki rejissyorman. Mana butun xalq taniydi. Man tirik afsonaman. Man. Ahad qayyum aytar, biling ey do'stlar, ikki ustuni bor ijod ahlini. Kino olasanmi? Serial olasanmi? Reklama olasanmi? Ot tuyog'ini olasanmi? Endi bizga Farqi yo'q.